Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga nechinchi darsimiz va bugun forma jo'natilganda errorlarni qanday kelishini o'rganamiz. Biz qanchacha errorlar bilan ishladik. Register bosiladi, name is required, email is required, date is required. Error qilmaganimizni natijani o'ldirganimizni ko'rsatibdi. Errorlarni bu yerda chiqishini o'rgandik va bugun formani o'ziga alohida bitta error postasini tashlashni ko'rsatamiz. Buning uchun nima qilamiz? Biz oldingi darsda ko'rgandik, on submit funksiyasi endi submit degan funksiyaga qabul qiladi. Bu funksiya regroup formni o'zidan keladi. Regroup formni o'zidan keladi. Oldingilardan farqliroq, biz oldin agar forma jo'natmoqchi bo'lsak, shunchaki o'zimizni custom funksiyamizni bu yerga berib qo'yamiz va ishlaydi. Lekin bu handle submit funksiyasi regroup formni o'zidan keladi. Buning bitta sababi bor. Bu ikkita argument qabul qiladi. Birinchisi bu handle register bizani forma jo'natgandagi ishga tushadigan funksiyamiz. Ve ikincisi funksiya beradi, errorlarni qabul qilish uchun funksiya beradi. Misol uchun, mana bitta funksiya beraman, konstanta on error deyman va oddiy error funksiya beradi va bu qabul qiladi, argument qabul qiladi. Error buni type ham regroup formaga keladi, field errors keladi. Field errors mana regroup formasi keladi. Va bu generic usulda bizning o'zimizda formamizdagi qiymatlarni qabul qiladi. Form valyusi. Mana endi bu test qiladigan bo'lsak, form error deb errorsan. Mana bu on error funksiyasini biz formaga berib beramiz. On submitga handle registerdan keyin belgilab qo'yib, on error funksiyasini berib beramiz va buni ishlatib beramiz. Konsolni ochamiz va buni yangilab qo'yamiz. Registerni ochadigan bo'lsam, mana bu yerda form errors degan matn chiqdi bizga. Form error, ya'ni mana bu funksiyamiz ishga tushdi. Mana bu on error funksiyamiz va objekt qaytaradi. Bu date, email, link. Ya'ni mana shu name, email va date inputlari bizga error qaytaryapti. Shularni errorlarni ko'rsatyapti. Date ichiga misol uchun message date is required. Mana o'zini reference inputning o'zini elementi bu va type required. Errorni type bu. Qo'yiladigan xuddi narsa. Ya'ni bu qanday ishlaydi? Bizga ikkita funksiya bor, handle register va on error. Agar formada hamma narsa joyiga bo'lsa, handle register funksiyamiz ishlaydi. Agar bironta error bo'ladigan bo'lsa, bu on error funksiyamiz ishga tushadi. Ya'ni buni oddiy errorlarni ko'rsatishdan farq qiladi. Buni alohida alert orqali yoki alohida react post xonalar bilan alohida errorlarni ko'rsatish uchun qo'llash mumkin bu usulni. Alohida funksiya yaratilmaydi, yo'qida noldan boshlab bitta inputni tekshirish shart emas. Shunchaki to'g'risini o'zini yuklab, on error funksiyasiga yozsak bo'ldi. Bu darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.